bittasi qaychi uslubida gol urdi, dahshatli gol kiritdi va Messi boshi bilan gol urdi. Go'yoki o'sha Messi 2009-yil Manchester Unitedga finalda boshi bilan urgan-ku. O'sha yoshlikka qaytib qolgandek bo'ldi ikkalasi. Bittasi 41mi? 41 ga qarab ketayotgan paytda baland sakrab turib, o'sha Juventusga urgan goldagi gol uryapti va mana bunisi esa juda muhim uchrashuvda baribir Inter Miami darajasida muhim uchrashuvda hali hisob 0-0 ligida boshi bilan gol urib turib, keyin 3 ta assistni amalga oshiryapti. Ronaldo gollarini sanatayotgan bo'lsak, Lionel Messi do'stlar bitta uchrashuvda jamoa 4-0 hisobda g'alaba qozondi, 3 ta golga assist muallifi bo'ldi. Va bilasizmi, qanaqa rekord qayd etyapti? 1300 ta bo'libdi gol plus pasi. 1300 ta do'stlar. Hisob qilyapsizmi? Hozir 900 taga 4 ta qolgan, bu tomonda 404 ta pas muallifi bo'lgan. Mana shu raqam Lionel Messining darajasini ko'rsatadi. Ham gol, ham pas bo'yicha deyarli bir xil balans hosil qilgan futbolchi sifatida namoyon bo'ladi.